Toshkent shahar Bektemir tumani, ya'ni Musaffo maskanda biza birinchi etajdan zo'r variant uyimizga chiqdi. Remontlari bilan birga xohlasanglar kelib yashagani, xohlasanglar ijarachi qo'ygani, xohlasanglar nijoy qilib foydalangani zo'r variant 52 kvadrat metr birinchi etajdan narx arzon uyimizga chiqdi. Kech bo'lsa ham shuni sizlarga arzon qilib beraman deb keldim. Birinchi etaj ko'rib turganlaringizdek 4 ta xonadon mavjud. Bu yerda lift, bu yerda esa men sizlarga arzon qilib bermoqchi bo'lgan uy. Bismillah. Kiraverish, remontlar toza holatda. Bu yerda kiraverish asosiy eshigimiz. To'rtta bitta xonamizda joylashgan, ya'ni yotoqxona qismimizda desa ham bo'ladi. Remontlarni ko'rib turibsiz, hurmatli obunachilar, kelib kirib yashaydigan joyi. Bitta derazasi tashqariga qaragan. Pastda podvallari ham bor ekan. Ko'rish, prixoshka qismimizda uzun koridor bo'lib o'tganda chap qo'lda kuxnyamizga keladi. Bu yerda ayollarning sevimli xonasi, ya'ni o'sha kuxnya xonamizda kafildan fartular qilib qo'yilgan, kuxnya mebellarini ko'rasizlar. Bu yerda ham derazamiz tashqariga qaragan. Bu yerda sanzorimiz, vanna и hojatxona qismida faqat kafelar qilib qo'yilgan. Uyimizning egasi o'zi yashash uchun abdushi remont qilgan ekan. Bu yerda katta zal qismini ko'rishingiz mumkin, chiroyli lustrlar ham kirib qo'yilgan. Hurmatli obunachilar, uyimizda birinchi etajda 3 ta derazasi tashqariga qaragan. Nishiloy qilsa ham zo'r kattaroq daromad olib keladigan joyi. Musaffo maskan, ya'ni Bektemir tumanida biz. Uyimizda 52 kvadrat metr. Narxi bizning kanalda 54.500 dollar. Past nomerlar qoldiramiz, to'liq ma'lumot lokatsiya Telegram kanalida bo'ladi. Hurmatli obunachilar, bunaqa variant faqat bizning kanalda bo'ladi. O'zingizlar ehtiyot qilinglar, kelib uyingizga yoqqan bo'lsa baraka qiladigan joy.